Bitta narsani bilganmanki, har bitta rivojlangan odam uni kimdir kelib rivojlantirib qo'ya olmaydi. Rivojlangan odamni har bitta qadamida kimdir unga turtki bergan bo'ladi. Yomon odam kelib, "Sen eplolmaysan" degan bo'ladi. Ichidagi o'tini yoqqan bo'ladi. Yaxshi odam kelib, chiroyliroq tushuntirgan bo'ladi. Buni aytmoqchimanki, har bitta mana rivojlanishimga menga yaxshi odamlar ham hayotimda uchragan, yomon odamlar ham sababchi bo'lgan. Mana shu narsalarni ichiga kirib boshlaganimdan keyin men o'sha odamlardan xafa bo'lish yoki kimdir hayotimdan chiqib ketadi bo'ladi endi, ayollar, shogirdlar, yaqiningman, o'rtog'ingman, opangman, singlingman deb yurganlar chiqib ketadi-yu. Men oldin o'ylardim, tahlil qilardim, voy men nima qildim? Men bildimki, bo'ldi. Har bitta odam chiqib ketgan sari men bitta litsenziyani yuqori pog'onasiga chiqib boshlayapman-da. O'sha odamga rahmat, men o'shandan minnatdorman, chunki menga mana shu narsaga yordam berdi, mana shu narsaga ko'zim ochdi. Mana shu narsani tushuntirdi. Men o'sha odamlardan xafa bo'lib, voy nimaga ekan, nimaga mana bunaqa bo'ldi ekan degan narsani tashladim, bo'ldi. Men shunaqa narsa to'g'ri ekan deb ularni nima uchun mendan xafa bo'ldi ekan, nimaga meni tushunmadi ekan degan o'ylaydigan vaqtimni men to'g'ri mana shunaqa bo'lgani uchun ketdi. Men o'zimni ham aybimni tan olaman, boshqalarnikini ham shunaqa qabul qiladigan odamga aylandim. Ularni nimaga ketdi ekan deb o'ylaydigan vaqtimni bilasizmi? Rivojlanishga, yangilik qilishga, ideya qilishga sarfladim.